Mana bu bahaybat prixoshkani qarang. Ko'rishingiz mumkin, eshikdan kirishingiz bilan bemalol jiyanchalaringizni olib kelsangiz, bemalol ana shunda futbol o'ynasa ham bo'ladi, tashqariga chiqishi ham shart bo'lmaydi. Xullas, kvartiramiz Pavarot territoriyasidan 3-qavatda joylashgan 3 xonali полноценный bezbog' kvartiramiz. Qiziq tomonini eshiting. Hattoki ipotekaga ham to'g'ri keladi. Kimga ipoteka uchun qidirayotgan bo'lsa ham ideal variantlardan biri. Asosiy kirishimiz bilan prixoshka mebel qilingan, mana bu yerda chiroyli zerkal qilingan va smart eshiklar qo'yilgan, отпечатка parcha bilan, nimalar bilan ochiladigan kod bilan va keling, mana bu esa zal qismimiz juda ham katta, chiroyli to'rtburchak zalimiz, konditsioner, hamma xonalarimizda polon radiator отопление sistemasi o'rnatilgan va keling, bu esa bizda детский spalnimiz. Ko'rishingiz mumkin, keng, kattagina, bemalol 2-3 ta farzandingiz uchun o'zingizga moslab atmosferli kravatlar qo'yib olishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, mana bu esa bizda kattagina ayollarimizga yoqib tushadigan kuxnya, stolovaya zona, kuxonniy garnitura, barcha bitovoy texnikalar o'tiradigan zonalargacha tayyor qilib qo'yilgan. Sanuzlarimiz ham alohida. Marhamat. Bu esa bizda spalniy zonamiz. Взрослый spalniy o'zining 2 spalniy kravatlari, termo, televizor va shifoner zonalarigacha tayyor qilib qo'yilgan va alohida bo'lgan sanuzga ham tanishtirib o'tamiz. Ko'rishingiz dushovaya kabina, rakvina o'rnatilgan va mana bu yerda alohida unitaz zonamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda ham rakvinamiz o'rnatilgan. Kimga qiziq bo'lsa, Orienter 7-parkning qarshisida bo'lyapti. Novostroykaning 3-qavatda полноценный bezguruh 3 xonali kvartiramiz. Ipotekaga ham yana bir marta aytaman, to'g'ri keladigan kvartiramiz. 110 kvadrat 128 ming AQSh dollari startov narxi belgilangan. Kimga qiziq bo'lsa, raqamimizga so'rashni aloqaga chiqing va murojaatningizni kutib qolamiz.